هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 9. ayeti başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 9. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisiz ki iman etqanlar ve yaxşı əməllərini qıyğanlarını Rabbi ularning imani səbəbidən astıdan östənlər iqib turduğan naz ni'metlik cennetlərə yetəkləydi. Ularning cennetki duası: ey Rabbimiz, biz seni pak deb etiqad qılımız deyişdən ibaret. Ularning cennette bir-biriga beradigan salami ahli dozaq çekivatgan azapdan aman bolğaysan, yani assalamu aleykum deyişdən ibarettir. Ularning duasının ahiri cimi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xasdır deyişdən ibarettir. İman etqan ve yaxşı əməl qılğanlarga mükafat berildiganlıq. Allah Teala bu ayette özüge işengen, peygamberlerini tasdiqlagan, Allah Teala'nın buyruqlarını icra qılgan ve yaxşı əməllərini qılgan bəxtlik kişilərinin halidən xəbər verib, ularni iman etqanlıq üçün toğru bolğan yolga başlaydiganlığını bayan qılıdı. Ularning cennetdeki duası: ey Rabbimiz, biz seni pak deb etiqad qılımız deyişdən ibaret. Ularning cennette bir-biriga beradigan salami ahli dozaq çekivatgan azapdan aman bolğaysan, yani assalamu aleykum deyişdən ibarettir. Bu cennet əhlinin halidən berilgen xəbər bolup, tövəndiki ayetler bu məzmununu təkidləb gəlgən. Ular Allah'a mülaqat bolğan күндә ularga Allah tərəfindən yollanıdığan salam sizlərə amanlıq bolsun degan sözdən ibaret. Allah ularga esil mükafat tayyorladı. Ular cennette behude ve yalğan sözlerini anlamaydı. Fakat salam sözünü anlaydı. Mehriban Rabbi tərəfindən ularga salam deyildi. Ular məngü turduğan cennetke kirdi. Ularning atılları, xotunları ve evladının içindeki yaxşılamı cennetke kirdi. Pəriştilər ularni mübarekleş üçün cennetinin her bir darvasıdan kirdi. Pəriştilər o dünyada səvrini dost tutqanlıqınlar üçün sizlərə amanlıq bolsun, ahiretlikinlarning yaxşı bolışı nima degan obdan deydi. Ularning duasının ahiri cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xasdır deyişdən ibarettir. Bu ayette Allah Teala'nın məngü maqtalğıcı ve məngü ibadet qılınğıcı zat ekanligiga delil vardır. Şunun üçün Allah Teala məxluqatlarını yaratqanlığını bayan qilishni başlaganda, Qur'anni başlaganda ve onu nazil qilishni başlaganda öz zatını maqtadı. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Cemi hamd sana Allah xastır ki Allah insanlarni öz tərəfindən bolğan qattiq azabdan agahlandırış, yaxşı əməllərini qılğan müminlərə obdan mükafat, yani
cennet berildiğanlığı bilen hoş haber beriş üçün bendisi yani Peygamberi Muhammed'e toğra hiç qanda qıngırlık yani ixtilaf, ziddiyet bolmagan Kur'an'ın nazil kıldı. Cemi hamd sana osmonlarni ve ziminni yaratgan, zulmetlerini ve nurni payda kılgan Allah xasdır. Hakikaten Allah Teala en evvel ve en ahirde, hayatı dünya ve ahirette ve her kandak ehval astıda maqtalğucudur. İmam Müslim'den rivayet kılıngan hadiste mundaq bayan kılındı. Hakikaten Allah Teala cennet ehlige tesbih ve hamd sana etişni ulağı xuddi nefes ilişini ilham kılgandek ilham kılıdı. Cennet ehlinin Allah Teala'ga şundaq tesbih ve hamd sana etişi Allah Teala'nın cennet ehliga beradigan ne'matlarının davomli ko'paytilib turadiganligi uchundir. Allah Teala'nın cennet ehliga bergan ne'matlari mangu tugumaydi ve azlabmı kalmaydı. Allah Teala'dan başka hiç ilah yoktur. Allah Teala'dan başka hiç Rab yoktur. Eğer Allah kişiler talep kılgan yamanlıkni işqa aşırışqa, ular talep kılgan yaxşılıkni işqa aşırışqa aldırgandek aldırsa idi, ularning ajili çoqum yetken bo'latdi. Yani halak bo'latdi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tingirqab yurishga qo'yib beramiz. Allah Teala'nın bedduani, yaxşı duani icabet kılgandek icabet kılmaydiganlığı. Allah Teala'nın bedduani, yaxşı duani icabet kılgandek icabet kılmaydiganlığı. Allah Teala bu ayette öz bendilerine mehribanlıqıdan, bendilerinin açığı kelgende özlerine yaki mal mülkige yaki ballarga qilgan bedduasını icabet qilmaydiganligidan xabar berdi. Çünkü Allah Teala ularning qilgan bedduasida yomonlikni niyat qilmaganligini bildi. Shuning uchun ularning bu bedduasını özlerine yaki mal mülkige yaki ballarga yaxşılık ve bereket tilab qilgan duasını icabet qilgandek icabet qilmaydi. Mana bu Allah Teala'nın köyümçallığı ve mehribanlığının delildir. Eğer Allah kişiler talep qilgan yamanlıkni işqa aşırışqa, ular talep qilgan yaxşılıkni işqa aşırışqa aldırgandek aldırsa idi, ularning ajili çoqum yetken bo'latdi. Yani halak bo'latdi. Yani Allah Teala ularning har qachon qilgan duasini icabet qilgan bo'lsa edi, albatta ular halak bo'lib ketgan bo'latdi. Shuning uchun bedduani ko'p qilish musulmonlarga loyiq emasdir. Hafiz Abu Bakr Bazzar Cabir radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'zinglarning, bolaringlarning ve mallarыңlarning ziyniga dua qilmanglar. Dualaringlar Allah Teala'nın duanı icabet qiladigan saatiga to'g'ri kelib qolsa, Allah Teala sizlarning qilgan bedduoyinglarni icabet qilib o'tadi. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. İnsan o'ziga va bola chaqalariga xayrlik duo qilgandek açığı kelgende beddua qiladi. Eğer Allah kişiler talep qilgan yomonlikni ishqa oshirishga, ular talep qilgan yaxshilikni ishqa oshirishga aldırgandek aldırsa edi, ularning ajili çoqum yetken bo'latdi, ya'ni halak bo'latdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. O dua insanın öz farzlariga, öz farzandlariga ochiq kelganda, ey Allah, onunğa bereket bermegin yoki onunğa la'nat qilgin degandek duolardan iboratdir. Agar Allah Teala ularning bedduasini, yaxshi duasini icabet qilgandek tez icabet qilgan bo'lsa edi, albatta ular halak bo'lib ketgan bo'ladi.
insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsıydı, o'ltirsidu, tursidu, uni dab'i qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshqichilarning qilmishlari ularga mushundaq chiroyli ko'rsatildi. İnsanlarning beshiga musibat kelganda Allohni yod etib, yaxshi kunlarda unutib qoladiganligi. Allah Taala insonga ne'mat ato qilsak, Rabbiga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqovrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Degandek, bu oyatdimi insonning o'ziga musibat yetganda Allah Taala ko'p duo qiladiganligidek nacharligidan xabar berdi. Bu ikki oyatning ma'nosi o'xshashdir. Chunki insonga musibat yetganda bearam bo'lib qo'rqadi. Shu chaqda yotgan, o'ltirgan, o'ri turgan va har qanday ahvol ostida musibatning ko'tarilib ketishini tilab Alloh Taolaga ko'p duo qiladi. Alloh Taolo o insonga bir chiqish yo'li berib, yetgan musibatni ko'tarib etsa, duo qilishdan yuz o'riydi va duo qilishdan o'zini tortadi. U burun hech duo qilib boqmagandek yomon ishni davomlashtirib ketaverdi. Go'yo uni ko'tarib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Alloh Taolo yuqorqi sifatga ega kishilarni ayblab mundoq deydi. Haddidan oshqichilarning qilmishlari ularga mushundaq chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni Alloh Taolo o'zi hidoyat qilgan, to'g'ri yo'lga boshlagan va muvaffaqiyat ato qilgan kishi uning sirtidir. Alloh Taolo bu vaqtda mundoq deydi. Faqat baloga uchraganda sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. İmam Muslim Peygamber Aleyhisselam'ның mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minning ishi kishini hayron qoldirdi. Agar Alloh bir mu'minga har qanday ishni iroda qilsa, u ish mu'min uchun yaxshidir. Agar mu'minga biror yomonlik yetib qolsa, mu'min uningga sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Agar mu'minga biror xo'shallik yetib qolsa, uningga shukr qiladi. Bu uningga yaxshidir. Bundaq yaxshilikqa faqat mu'minlarla erishalaydi. Sizlardan ilgiriki ummatlar zulm qilganda, ya'ni kafir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni ilib kelgan edi. Ular payg'ambarlar ilib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni, ya'ni Makka mushriklarini shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qiladiganliklarini ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rinbosar qildik. Burun halok qilingan ummatlardan ibrat elish to'g'risida Alloh Taolo bu oyatda ilgari o'tgan ummatlarning payg'ambarlar ilib kelgan ochiq paketlar va aniq mo'jizalik hujjatlarini ko'rib turibmi, ularni yolg'onga chiqarganligi uchun ularga azob tushirganligidan xabar berdi. Ondan Alloh Taolo ana shu halok qilingan qavmga ulardan keyingilarni o'rinbosar qildi. Ularning Alloh Taologa qanchalik itoat qiladiganligini, payg'ambariga qanchalik ergashadiganligini ko'rib beqish uchun ularga payg'ambar avatdi. İmam Muslim Abu Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Dünya hakikaten şirin ve çıraylıqdır. Cezmen Allah silani bu dünyaga o'rinbosar qildi. Ondan sizlarning qandoq amal qiladiganligingizni kuzatib turdi. Shunga dunyoga berilib ketishdan saqlaninglar va ayollardan hazar aylanglar. Bani İsrailga tushgan fitna dastlabda ayollardan boshlangandir. İbn Jarir Avfi ibn Malikning Abu Bakrga men tushimda osmondan bir og'amchining tashlanib Payg'ambar alayhisalomni tortib chiqib ketganligini, ondan u og'amcha qayta tashlanib seni ilib chiqib ketganligini, shuningdan keyin munbarning atrofidagi kishilarning bo'ynining mitrlanganligini, Ömerning munbar atrofidagi kishilardan 3 gaz ortiq chiqqanligini ko'rdim dedi. Bu yerda Abu Bakr bilan Ömer mu bor edi. Ömer, u tushingni qo'y, bizning bundaq tushlarga hojatimiz yo'q dedi. Ömer xalifa bo'lganda, "Ey Avf, sen ko'rgan tushingni qayta bayon qilgin" dedi. Avf, "Mening tushimga hojating yo'q emasmidi?" dedi. Ömer, "Sana voy, men sana faqat Payg'ambar alayhisalomning xalifasiga Payg'ambar alayhisalomning xalifasiga o'lim xabarini berishingni yomon ko'rgachga shundoq degan dedi. Avf ko'rgan tushini Ömerga qayta bayon qilib, Ömer munbar atrofidagi kishilardan 3 gaz ortiq keldi degan yerga kelganda Ömer mundoq dedi. 3 gazning biri menga berilgan xalifalikdir. Ikkinchisi mening Alloh yo'lida malomat qilguvchilarning malomatidan qo'rqmasligimdir. Üçüncüsü mening shahid bo'lishimdir. La ilaha illalloh. Ondan Ömer Allah Taalaning sizlarning qandoq qiladiganligingizni ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rin bosar qildik degan oyatini o'qib, o'z-o'ziga, "Ey Ömer, sen musulmonlar xalif bo'lding. Qandoq qila oladiganligingga qaragin. Sening malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmayman degining Alloh xolisa amalga oshidi. Shahid qilinaman degan so'zingga kelsak, musulmonlar seni hamma tarafingda qo'g'dab tursa, shahidlik sana qandoq nasib bo'lsin" dedi. Natijada Umarning bergan ta'biri rost chiqib, shahid qilindi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishini umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart, ilahlarimizni sökkenning o'rniga madhila haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Rabbimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunning azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiz bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Quraysh katta boshlarining bo'yin tavliq qilganligi. Alloh Taala bu oyatda Qur'ondan yuz o'rib, uningdan tong'uchi Quraysh mushriklaridan iborat kofirlarning bo'yin tavliq qilganliklaridan xabar berdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh Taolaning mo'jizalik kitobi Qur'onni ularga o'qib berganda, ular sen bizga bu Qur'ondan boshqa narsani, ya'ni Qur'onni qaytirib etib,
buningdan boshqa bir uslubdagi kitobni elib kel yoki uni boshqa bir uslubga o'zgartgin deyishdi. Ularning bu so'ziga binoan Alloh taolo payg'ambariga mundoq deydi: men uni o'zimcha o'zgartirolmayman, ya'ni bundoq qilish mening qo'limdan kelmaydi. Men faqat buyurilganni qiladigan banda va Alloh tarafdan nozil qilingan vahiyni yetkazadigan bir elchi. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Rabbimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Qur'on Karimning haqiqat ekanligini isbotlash to'g'risida Alloh taolo Muhammad alayhissalom ularga elib kelgan narsaning haq ekanligiga pok keltirib mundoq deydi: agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Ya'ni men faqat Qur'onni Alloh taoloning izni, xolishi va iroda qilishi bilanla sizlarga elib keldim. Buning pakiti men öz xohishim bilan yolg'onni to'qib chiqolmayman va o'ydira olmayman. Sizlar uningga qarshi chiqishdan ojizsizlar. G'olib va buyuk Alloh meni payg'ambar qilib avatganga qadar men sizlarning oranglarda cho'ng bo'lganligim uchun, sizlar mening rostchil va ishonchli ekanligimni bilsizlar. Bu arada sizlar meni biror qitim biror yetarsizlikim sababidan kamsitgan va tanqid qilgan emas. Oranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishidan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Ya'ni sizlarning haq bilan botilni farq etib, haqni to'nig'idakmi aqlinglar yo'qmi? Shunga Rum podshohi Herakl Abu Sufyan va uning hamrohlaridan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini so'raganda, Abu Sufyan va hamrohlariga Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zini Allohning payg'ambari deb jakarlashdan burun sizlar uni yolg'onchi deb qaramtinglar dedi. Abu Sufyan yo'q deydi. Abu Sufyan shu chaqda Makka kofirlarining kattavishi va mushriklarning tayanchilik odami edi. Shundaq turuqliqmi haq oldida yolg'on gap qila olmadi va Muhammad alayhissalomning ortiqchiligini e'tirof qildi. Bundaq dushmanlarning o'z dushmanining ortiqchiligini haqiqiy e'tirof qilishi tarixda ko'rilib boqmagan ish edi. Herakl Abu Sufyonga mundoq dedi: shak shubhisizki Muhammadning kishilarga yolg'on so'zlamagan turib, Alloh taoloning nomida yolg'on so'zlaydiganligi mumkin emas deb qarayman. Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Habashistonning podshohi Najoshiga mundoq dedi: Alloh bizga bizning ichimizdan bir payg'ambar avatdi. Biz uning rostchil, esil nasablik va ishonchli ekanligini bilamiz. Haqiqatan Muhammad alayhissalomga payg'ambarlik kelishdan burun u bizning ichimizda 40 yil turgan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiridan 16-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.